Hello everyone. I actually started doing another passage and then thought maybe it's a good idea to record this. I'm doing this passage just to extract some useful phrases and words. I usually do passages to extract, to find new phrases or review the phrases I already learned. Shunaqa qilib buni share qilmoqchiman passajni o'zini videoni har doim o'zi passajlar bajarib yangi so'zlarni ajratib olaveraman va practice qilaman. Odatda har kunlik qiladigan narsam bu meni. Sizlar ham shuni odatga aylantirsalar juda yaxshi bo'ladi. Demak, shu bahonada bitta passage ishlab ketamiz ekan. Xo'sh, bunda yes no not given savollari bor ekan. Bu testni boshlab qo'ydim. Undan tashqari multiple savollari bor ekan va matching savollari bor ekan. Matching savollarni har doimgidek mana bu ismlar to'g'ri kelgan vaqt ishlab ketaveramiz. Oliver Sacks, Sylvia, Joel, mana bu olimlar kelganda bajarib ketaveramiz. O'sha nimada vaqtda. Mana bu savollarni ishlaymiz qachonki biz 3-paragrafga, 5-paragrafga, 8-paragrafga borganda. Undan oldin 1-2-paragrafdan pamoy mana shu savollar chiqadi. Yoki hech bo'lmasa bir nechtasi chiqadi. Xo'p, kal so'zlarni belgilab olamiz. Yes no not given. Helen Thompson has followed the approach used in most modern case studies. Helen Thompson degan opa menimcha o'sha opani kitobini, ya'ni Unthinkable degan kitobni biz reviewsini o'qiyamiz. O'sha kitob haqida kimdir yozyapti yozuvchi. Va o'sha yozuvchi aytayaptiki, Helen Thompson followed the approach, metodni ishlatgan, used in most modern case studies. Mana bu statementimiz to'g'ri bo'lishi uchun bizda shunaqa informatsiya o'qishimiz kerakki, o'sha Helen Thompsonning ishlatgan metodi, kitobda ishlatgan yoki qanaqadir nimadadir ishlatgan metodi zamonaviy metodlar, juda ko'pchilik zamonaviy studylarda, researchlarda, tadqiqotlarda ishlatiladigan metod bo'lishi kerak. Birinchidan mana bu savolga, mana bu gap to'g'ri kelishi kerak. Ko'pchiligida ishlatilgan bo'lishi kerak. Ili zamonaviy tadqiqotlarda ishlatilgan bo'lishi kerak. Bu to'g'ri bo'lishi uchun. Undan keyin Oliver Sacks haqida nimadir o'qir ekanmiz. Bu birinchisini hozir 30-savolni ishlab olgandan keyin qarasak bo'ladi, keyingisiga. Hop, boshladik bo'lmasa passajni. Sometimes the best way to understand how a normal brain works is to explore those that are abnormal. Interesting. Demak, normal brainni o'rganish uchun abnormal brainlarni o'rganishimiz kerak bo'lar ekan. Such is the insight in Helen Thompson's enjoyable new book, Unthinkable, an extraordinary journey through the world's strangest brains. Dunyoni strange brainlari bo'ylab sayohat degan kitobida xuddi ana shunaqa qilgan ekan Helen Thompson. Thompson, a journalist with a particular interest in neuroscience, demak bu jurnalist ekan, neuroscience ga qiziqar ekan. O'sha opa dissatisfied ekan, ya'ni qoniqmas ekan with the cold and impersonal account that make up the bulk of modern case studies. Bulk of juda ham yaxshi so'z, buni yozib qo'yishimiz kerak. Bulk of degani ancha munchasi. Bulk of. Hop, bulk of. Buni voqeaga qo'shib qo'yamiz. Bulk of. Nima deyishimiz mumkin? Bulk of the work was done by my friend. Ishni ko'pchiligi meni do'stim tomonidan qilingandi. Ya'ni katta qismi degan ma'noda keladi. Hozir men bu yerda most so'ziga sinonim bo'lib kelyapti bu. Demak, bulk of. The bulk of the work. Demak, the bulk of modern case studies. Ko'pchilik modern case studylarni tashkil qiladigan mana bu accountlar bilan u dissatisfied bo'lgan ekan. Instead, uni o'rniga she reaches out to her research subjects to get a fuller picture of their lives. Demak, u boshqacha metod qo'lladi dissatisfied bo'lgan uchun. Javobimiz mana bu yerda o'z-o'zidan bo'ladi. Keyin bu follow qildim approachga? Yo'q, chunki dissatisfied qilgan edi. No bo'ladi albatta. No.
Helen Thompson became fascinated, qiziqib qoldi deyapti. Became fascinated with neuroscience after reading Oliver Sacks' popular books. Oliver Sacks'ning mashhur kitoblarini o'qigandan keyin neuroscience'ga bu qiziqib qoldi bu jurnalist deyapti. Hozir ko'ramiz. Hop, it should come as no surprise that demak it should come no surprise degani it's no surprise. Spoken English it's no surprise deb aytiladi yoki it's not surprising deydi. Ajablanarli emas. No wonder that Thompson is a fan of the latest neuroscientist and popular writer Oliver Sacks. Oliver Sacks'ni muxlisi ekan, qiziqar ekan o'sha odamga. Yet her approach differs from his in one respect. Instead of interviewing her subjects in a clinic setting, she prefers to meet them in their own homes, favorite restaurants, and other haunts of regular life. Demak, u lekin deyapti, yet, lekin uni muxlisi bo'lsa-da Oliver Sacks'ni, u boshqacha metoddan foydalanyapti. Uni metodi farq qilar ekan. Mana bu Thompsonning metodi Oliverning metodidan farq qilar ekan. Muxlisi bo'lsa-da, u boshqacha qilibdi. Interview subjektlarni, ya'ni o'rganayotgan odamlarini klinikada interview qilmabdi-da, bu restoranlarda, uylarida interview qilibdi. Shu jihatdan farq qilibdi. Kitobini o'qiganmi? Yo'q, bu haqida bizga ma'lumot berilmagan. Kitobini o'qiganligini bilmaymiz. Albatta javob bunga not given bo'ladi keyin. Helen Thompson's writing style helps readers understand the man who believes he is a tiger. Mana bitta odam o'zini tiger deb o'ylar ekan, o'sha odam haqida informatsiya kelgan vaqt bunga savolga e'tibor qaratamiz. Undan avval keyingi paragrafga o'tishimizdan avval Oliver Sacks haqida nimadir bor edi, qayerdadir. 3-paragraf bunda emas, mana matchingda bor edi. The late neuroscience and popular Oliver Sacks haqida qanaqa informatsiya berilgan? Biz o'rgandik Oliver Sacks haqida. U popular yozuvchi ekan. Unga mana bu Thompson qiziqar ekan, lekin metodlari har xil ekan. Okay. Is research subject who has been described in many publications haqida, ya'ni ko'pchilik kitoblarda nashr bo'lganligi haqida unaqa informatsiya yo'q. Is thought to be the only person who has reacted to treatment in this particular way yo'q. Can successfully manipulate one sense that usually functions imperfectly yo'q. Has been critical of the approach taken. Helenning qilgan approachini criticize qildi yo'q. Oliver Sacks nima qilgani umuman aytilgani yo'q. Changed to become a nicer yo'q. Used a research environment that was mana bu reject qilingan. Helen Thompson reject qildi research environmentdan, ya'ni Oliver Sacks ishlatgan environmentdan. Oliver Sacks mana bu yerga nimalarini subjektlarni klinik settinglarda, ya'ni klinikalarda interview qilgan bo'lsa, bu opa Thompson u uylarida, restoranlarda nima qildi? Interviewni amalga oshirdi. Boshqa environmentda. Javobimiz bo'lar ekan F. Endi bizga Sylvia kerak bo'ladi. Okay. Tiger topamiz undan avval. Thompson brings to the project an eye for detail and skills of a natural storyteller. An eye for something, an interesting idiomatic phrase. I have to take a note of this phrase. Having an eye for something. Having an eye for something degani biron narsaga being good at something, being good at choosing something. Biron narsani tanlashda juda ham yaxshi bo'lishi mumkin, deyishimiz mumkin. My friend has an eye for quality clothes. Meni do'stim quality clothesga didi bor, tanlashda qobiliyati bor degani. That's why I take him to the market with me when I buy new clothes, new outfits for myself. Deyishingiz mumkin outfits haqida gap ketsa. Having an eye for details, detaillarni nima qila oladigan, tushuna oladigan odam bo'lishi mumkin. Va shunga o'xshash.
Having an eye for fashion bo'lishi mumkin. My sister has an eye for fashion. Meni singlimga fashionda juda ham yaxshi tushunadi degani. Okay. Endi davom etamiz. Tak. Thompson brings to the project an eye for detail and the skills of natural storyteller. Demak, unda shu eye bor ekan detail uchun. Which allow us to comprehend more readily. Readily degan juda ham yaxshi so'z. Readily buni ham note qilishim kerak. Readily degani easily degan so'zga sinonim bo'ladi. Readily. Bo'lishi mumkin readily available, juda ko'p uchraydigan phrase. Readily available. Biron narsa readily available bo'lsa, yaqqol mavjud, umuman muammo yo'q o'sha narsani olishga, sotib olishga. For example, water is readily available. Suv qiyinchiliksiz keladi. Suv mavjud, qiyinchilik bo'lmaydi suvni olish uchun. Yoki okay, Western clothes are readily available in the market. Bozorda Western clotheslar bor. Hech qanaqa uni topishda muammoga duch kelmaysiz. Turkish meals are readily available nowadays. Turkish taomlarni hozir topish muammo emas, oson. Demak, readily degani osongina topiladi. Ready so'zidan kelib chiqadi menimcha. Readily available. Osongina, tayyor degan ma'noda. Okay. Endi bizga aytishyaptiki, bizga yordam berar ekan uni uslubi comprehend qilishimizga, osonroq tushunishimizga yordam berar ekan. Some of her subjects, subjektlarni osonroq tushunishimizga yordam berar ekan, allow qilar ekan. Such as the man who thinks he's a tiger. Mana bu savolimizda bor edi. O'zini tiger deb o'ylaydigan odamni tushunishimizga misol uchun oson bo'lar ekan. Uni metodini, storytellingni o'qisak, qo'llasak. Helen Thompson's writing, uning writing style helps readers understand, comprehend so'ziga sinonim verb holatiga, ya'ni tushunish. Osongina tushunishimizga yordam berar ekan. The man who believes he's a to'ppa-to'g'ri tigerni o'zini tiger deb o'ylagan, o'zini yo'lbars deb o'ylaydigan odam tushunishimizga yordam berar ekan writing style. Javobimiz shunday bo'ladi albatta bunga. Yes. Few scientists degani scientistlar, kamchilik scientistlar demaymizda, scientistlar deb no degan so'zga to'g'ri keladi. No scientist would ask the same question that Thompson asked about color. Color haqida Thompson so'raydigan savollarni boshqa scientistlar so'ramas ekan, so'ramagan bo'lardi. Okay. Qayerga keldik? Mana bu yerga. Yo'q, mana bu yerga. She also asked the sort of personal questions scientists might avoid. Mana scientistlar avoid qiladigan savollarni so'rar ekan. Demak, scientistlar so'ramaydigan savollarni so'rar ekan. For instance, she inquires one subject who strongly associate people with colors. What color he associate with Thompson herself. Demak, javobimiz mana bunga bo'ladi shunda. Yes. Few scientistlar so'ramagan bo'lardi. No scientist would ask the same question that Thompson asks about color. Thompson's Thompsonning aimini topar ekanmiz, shunda bajaramiz bu testni. Thompson's aim, ya'ni goal in writing the book is to provide a technical overview berish of neuroscience for students. Studentlarga neuroscience haqida shunchaki bir overview berish. Okay, ko'ramiz. Mana bu yerga keldik. Thompson's aim, Thompsonning maqsadi in writing the book is to shed light formal phrase, reading the juda ko'p keladigan va writing ishlasak bo'ladigan. To shed a light, yoritish, ya'ni ma'lumot berish. To shed light on something. Nima deyishimiz mumkin? The latest research sheds light on the complexity of
governing a country, davlatni boshqarishning juda murakkabligi haqida informatsiya beradi. Complexity of tackling a problem, bu muammoni yechishni qiyinchiligi haqida informatsiya beradi, yoritib beradi degan ma'noda ishlatiladi. Shed light on. Juda ham yaxshi phrase, juda ham foydali phrase. Okay, keyingisiga qaraymiz endi. Demak, uning aimi shunaqa ekanki, shed light qilishni xohlar ekan on what each case, har bitta holat degani, each case, har bitta holat can tell all of us about our own life experiences, particularly as they are mediated every day by our brain. Demak, bizga har bitta o'sha holat haqida, ya'ni kasallik holatlarini nazarda tutyaptiman bu yerda. Odamlarni ruhiy kasal odamlar bilan ishlar ekan bu. Demak, chunki o'zini tiger deb o'ylaydiganlar bilan gaplashar ekan. Ya'ni odamlardan colorlarni psixolog bu, jurnalist ekanda, shunaqa neuroscience ish qilar ekanda. Okay, har bitta holat haqida informatsiya berar ekan bizga. Nima bo'lgan taqdirda ham. Bu savolimizda aytayaptiki, overview bilan ta'minlaydi. Overview degani detailni ma'lumot bermaydi, qisqacha aytib o'tib ketadi degani, tanishtirib ketadi degani. Bizga bu har bitta case haqida informatsiya beradi deb aytayapti. Javobimiz shunday bo'ladi bunga: no. Overview berib ketmaydi, detailni ma'lumot beradi. Remarkable technological developments in the last 2 decades, oxirgi 2 dekadda, oxirgi 20 yilda, have led to cures degani davo degani, davolarni keltirib chiqaribdi for some neurological condition degan, neurological kasalliklar degani condition. Demak, oxirgi 20 yillikda bo'lgan texnologik rivojlanishlar deyapti, kasalliklarga davolarni yaratishga yordam berdi. Yaratishga olib keldi. Okay, mana bu yerga keldik. How do we find our way around, perceive our bodies and record our memories? And her book comes at a significant time. Uni kitobi juda muhim vaqtda paydo bo'ldi. Neuroscience has exploded in the last 2 decades. Oxirgi 20 yilda neuroscience juda ham rivojlanibdi. As imaging technology and a renewed exploration of human cognition have illuminated the inner workings of our minds like never before. Miyamizni ichki tuzilmalarini yoritib beryapti ekan hozir mana bu hozirgi imaging texnologiyalari va human cognition explorationlari bizga shunaqa imkoniyat beryapti ekanki, miyani ichki tuzilmalarini juda ham yaxshi tushunsak bo'lar ekan hozir. Aqlning ichki tuzilmalarini. Lekin kasalliklarga cure topadi dedimi? Yo'q, kasalliklarga cure haqida informatsiya berilmadi. Javobimiz bo'ladi shunda not given. Okay, boshqa bironta so'z. No particular word that might jump at me. So let's move on. Menimcha 3-paragrafga keldik. 3-paragrafimizga multiple choice ga savol chiqish kerak va yes or not given ham tugatdik. Multiple choice dan hozir savolni bitta o'qib olamiz, keyin o'sha savolga javobni topib, qisman topib, analiz qilib, keyin optionlarga qaraymiz. Savolimizda aytayapti, what is the writer doing in the 3rd paragraph? 3-paragrafda writer nima demoqchi, nima qilyapti? Muddaosi nima, boshqacha qilib aytganda, mana shu paragrafni yozishdan writerni muddaosini aniqlashimiz kerak. Her 9 subjects, mostly called only by their first names, all have decidedly unusual conditions. Demak, uni 9 ta subjecti, 9 ta o'rganayotgan odami hammasini first name bilan chaqirar ekan. Formal gaplashmas ekan, ular first name bilan chaqirar ekan bir-birini. All have decidedly unusual condition. O'sha 9 ta odamda unusual conditionlari, kasalliklari bor ekan. Bizga Bob deb beryapti. Bob can remember every single day of his life. Bob misol uchun har bitta kunini eslar ekan, hayotida bo'lgan har bitta kunini. Shunaqa kasalligi bor ekan. Memory shunaqa kuchli ekan, too strong ekan. Her memory is too sharp.
Graham degani believed he was dead for 3 years. Graham degani 3 yilga o'lganiga ishonar ekan. 3 yil o'lib keyin tirilganman deb ishonar ekan. Sharon degani is perpetually lost. Perpetually degani constantly so'ziga sinonim, ya'ni davomiy degani. Perpetually doimiy degani. Misol uchun some of my students are perpetually late deyishim mumkin, nolib gapirsam. Ya'ni ular doim kech qoladi. Formal gap perpetually doimiy degani spoken Englishda men deyarli hech qachon ko'rmaganman. Perpetually formal gap writingga juda ham foydali. Constantly degan so'zni joyiga perpetually deb ishlatsak, writingga juda ham foyda beradigan so'z. Perpetually late. Bizga nima deyapti mana bu yerda? Tak. Sharon is perpetually lost in her own home. Doimiy uyida adashib qolar ekan Sharon. Mana shunaqa bir g'alati nimalar, holatlarni o'rganyapti ekan Thompson. Each person's story anchors a chapter. Har bitta odamning storiesi bitta chapter bo'lar ekan. And Thompson's conversations with her subjects are summarized alongside background information. Demak, u conversationlarni yozar ekanda chapterlarga, shuni yoniga, shu bilan birgalikda background informatsiya qo'shar ekan chapterlarga, accounts of famous experiment, bo'lgan eksperimentlarni qo'shar ekan. Mana bu accounts of degani informatsiyasi, ma'lumoti degani, storiesi degani. Buni ham yozib qo'yar ekanmiz. An account of degani ma'lumoti degani. Okay. Demak, ma'lumotini nimani ma'lumotini qo'shar ekan? Famous experiment. O'sha kasallikka doir bo'lgan eksperimentlarning ma'lumotini qo'shar ekan, odamning background informatsiyasini qo'shar ekan, u bilan bo'lgan suhbatni qo'shar ekan. Har bitta chapterga. Together they make the reader they take the reader. Bular birgalikda o'sha readerga on an engaging tour of the brain and its functions. Juda ham yaxshi tushunishiga yordam berar ekanda. From the hippocampus to temporal lobe. Bu shunaqa joylashtirgan ekanki, hippocampus degan miyani qismi, temporal lobe birma-bir o'qib ketaverar ekansiz. O'sha holat qaysidir joyida kasallik bo'lsa, shunga mos qilib joylashtirgan ekan bu subjektlarni ham, odamlarni kasalliklarini ham. Okay. Nima qilyapti mana bu yerda? Subjektlarini haqida informatsiya berildi va o'sha subjektlarini kitobga qanday joylashtirilganligi haqida aytildi. Nimalar yozilgan kitobga, qanday joylashtirilgan. Third paragraph. Claiming that Thompson's book is unique o'ziga xos degan so'zlar umuman duch kelmadik. Duch kelganimizda yozganimizda bo'lardi. Outlining how Thompson's book is organized. To'ppa-to'g'ri. Organized degani tartiblangan. Outlining degani overview berib ketyapti, deyapti. Kitob qanaqa taxlangani haqida outline qilib ketyapti. Juda ham yaxshi. B bo'ladi javobimiz. Explaining why Thompson excluded certain material. Nima uchun material qo'shmaganligi. Identifying who Thompson's most interesting subject. Yo'q. Bilamas. Keyingisi. The writer refers to a car. Bitta car haqida aytib o'tar ekan. In the fifth paragraph to refer to. Undan avval lekin 4-paragrafda bizga boshqa savollar kelib chiqadi javobi. Undan keyin 6-paragrafda, 5-paragrafda car haqida bo'ladi. Mana bu 4-paragraf va unga mana bu yerdan savollarga javob chiqadi endi. Most of the individuals we meet have adapted to maintain fairly ordinary lives. Biz uchratadigan ko'pchilik odamlar ordinary life'ga adapt bo'lgan, ya'ni moslashgan. Sylvia is nearly deaf. Sylvia degan odam mana bu yerda bor Sylvia. Sylvia shows that she nimadir. Sylvia deyarli kar ekan, eshitmas ekan deyarli, but is able to
vividly distinguish some music. Lekin kar bo'lishiga qaramasdan, eshitmasligiga qaramasdan musiqani juda ham yaxshi ajrata olar ekan. Vividly ajrata olar ekan. Vividly so'zi juda ham foydali so'z, yozib ketaylik shuni. Vivid adjective holatini yozib qo'yamiz. Vivid degani yaqqol, yorqin. If you remember your memory vividly when you wake up, it means you remember your dream. They say memory. You remember your dream clearly. Vividly degani clearly. Juda ham yaxshi eslay olish. Tiniq degani vividly. I vividly remember my childhood deyishimiz mumkin. Bolaligimni juda ham yaxshi eslayman. Dreamlar haqida gaplashganda juda ham yaxshi so'z. Do you remember your dream when you wake up desa? I sometimes remember my dreams vividly. However, other times they are hazy deyishimiz mumkin. Hazy degani vividly ga teskari so'z. Hazy, teskari so'z hazy. Okay. Vividly. Juda ham yaxshi so'z. Descriptive so'z, juda ham foydali so'z. U yaqqol farq qila olar ekan musiqalarni. By concentrating on the classic composer Bachni classic composer Bachni ga konsentratsiya qilib, Sylvia has trained herself to identify different notes. U notelarni ham farqiga borar ekan, taniy olar ekan. Then there is Joel. Joelga o'tishdan avval hozir javob topib ketishimiz kerak. U musiqani farqlay oladi, shunaqa qobiliyati bor. Qolganlar qila olmaydigan ishni qila olar ekan. Is a research subject who has been described in many publications. Mas is thought to be the only person who has reacted to the treatment in this particular way. Can successfully manipulate one sense that usually functions imperfectly. Demak, one mana sense de manipulate qilar ekan, foydalana olar ekan. Ya'ni musiqani sense degani eshitish, sense tuyg'u degani, bitta tuyg'uni, ya'ni eshitishni shunaqa manipulyatsiya qilar ekanki, foydalanar ekanki, that usually functions imperfectly. Mana bu musiqani notlarni ajrata olmaydi odatda eshitib odam. Bu ajrata olar ekan. Javobimiz bo'ladi shunda C bo'ladi. C. Davom etamiz. Then there is Joel, a physician whose condition means he can literally feel his patient's pain. Bu physician ekan, buni o'zi doktor ekan. Lekin uni kasalligi shunaqa ekanki, u nimasini, bemorini og'rig'ini his qilar ekan u. Shunaqa nima ekan, doktor ekan. While this almost certainly makes him a more understanding doctor, bu uni nimalariga, patientlariga tushuna olishiga yordam bersa-da, his patients might be surprised that their physician relieves stress at home by watching cheap movies. Uni patientlar hayron qolishi mumkin, uni g'ayrioddiy nimasidan, ya'ni cheap musiqalar ko'rar ekan uyida. Sense of tanlashga boyagisi yaxshi emas ekanda. Bo'lmagan kinolarni ham ko'rib ketaverar ekan, lekin juda ham yaxshi tushuna olar ekan. Patientlarni og'rig'ini his qila olar ekanda, lekin yaxshi yomon kinolar farqiga bormas ekan. Shuning uchun ham relieve stress qilganda, relieve stress degani stressni dan yengillashish, relieve stressni yozib ketar ekanmiz. Relieve stress. Release stressga sinonim, ya'ni stressdan qutulish, stressdan yengillashish. Bu stressdan yengillashish uchun ishidan charchab qolgandan keyin bo'lmag'ar kinolar, yaxshi sifatli emas kinolar ko'rar ekan uyda. Okay. Many publication Mas treat the only person Mas manipulate ketgan, has been criticized qilmadi hech qanaqa narsani, change to become a nicer person bo'ldi, o'zgarmadi, nicer person bo'lib yaxshiroq odamga o'zgarmadi, researchdan nimadan keyin, tadqiqotdan keyin. Is a successful professional, to'ppa to'g'ri, bu doctor, successful professional whose relaxation technique might appear unconventional.
uning relaxation texniki, ya'ni stress relief qilishi unconventional ekan, noodatiy. Odatda ko'pchilik yaxshi kinolar ko'rsa, bu cheap movielar ko'rar ekan. Javobimiz bo'ladi G. Endi bizga penis cage kelar ekan. Penis cage. Okay. Shu bilan birgalikda multiple choice ham ishlar ekanmiz. 5-paragrafdan. Which of the following best summarizes the writer's argument? Writer's argumentini tanib olishimiz kerak ekan va shunga bilan align bo'ladigan gapni topishimiz kerak mana bu yerdan. Summarize qiladigan gap topishimiz kerak. Writer's argumentini qidiramiz endi. Great science writer knows what is interesting to the reader. And here Thompson shines. Yaxshi yozuvchi o'quvchi nimaga qiziqishini biladi deyapti. Aynan Thompson o'sha joyda juda ham muvaffaqiyatli. Ya'ni Thompsonda o'sha qobiliyat bor ekan. Those familiar with the neuroscience genre degani genre, buni bilamiz. Those demak neuroscience genrasi bilan xabari borlar, odamlar will recognize figure degani character, role degani. Demak, recognize figures like penis cage ni taniydi deyapti. Demak, neuroscience-da umuman olganda o'zi o'qib yuradiganlar penis cage dan xabari bor, o'sha odamni taniydi deyapti. The American construction foreman whose remarkable recovery from a brain injury is a frequent case study in such volumes. Mana bunaqa nimalarda, to'plamlarda, tomlarda, ya'ni shunaqa kitoblarda frequently uchrar ekan mana bu Phineas Cage degani. Phineas Cage, actually I have remembered him. This is a guy whose brain was injured while working in a mine, I think. Shunaqa qilib qadashmasam bu miyasiga armatura kirib ketadi-da. Bitta video ko'rganim, agar o'sha bo'ladigan bo'lsa, miyasidan o'tib ketadi. Lekin tirik qoladi bu. Okay. Shu deyapti, ko'p kitoblarda uchraydi. But lekin Thompson is able to provide a fresh account of even these well-known figures. Bu well-known figurlar haqida ham fresh accountlar berar ekan. Ya'ni qolganlar bilmaydigan ma'lumotlar berar ekan. Bringing much needed context and depth. Eng kerak bo'ladigan kontekstni, depthni yoritib bera olar ekan. Argumenti. Writer's argument shu bo'lyapti ekanki, bu nima bo'ladi? Oxirigacha o'qiylikchi. In the same way, she has a gift for metaphor. Unda gift bor ekan, ya'ni qobiliyat. Gift degani mana bu yerda talent degani. Gifted for something, to be gifted for something. Gift at something yoki being gifted at, being good at. Nimadadir qobiliyati bo'lishi. Being talented at something. If you're gifted at playing football, it means you play football really well. You are good at playing football. Gifted degani talentli degani. Gifted at something. Judayam foydali ibora. Spoken Englishdagi judayam foydasi tegadigan ibora. Xo'p, bu endi gifted ekan, qobiliyati bor ekan. She has a gift for metaphor. Metaphor ishlatishga juda ham qobiliyati bor ekan. Metaphor ishlatishga. At one point she describes the relative importance of different functions of the brain by comparing it to a car. Car haqida savolimiz bor edi, mana endi chiqadi. Uni bitta qaysidir joyida kitobni u describe qilar ekan, mana miyani funksiyalarini, har xil funksiyalarining muhimligini mashinaga qiyoslab tushuntirar ekan u. Metafor ishlatar ekan, mashina metaforini ishlatar ekan miyani tushuntirish uchun. While you absolutely must have an engine to make it run, parts like windshield, wipers and air conditioning ensure that the experience is safe and plausible. Eng muhimi engine bo'lsa ham mashinaning eng muhim qismi. Undan tashqari windshieldlarda ham roli borligini tushuntirar ekanda, shuni miyaga taqqoslar ekan. Shunaqa qilib argumentini topadigan bo'lsak. Okay.
fresh accountlar berar ekan. Demak, hamma biladigan narsani aytsa ham qo'shimcha informatsiya bilan bera olar ekan. Metaforni juda ham zo'r ishlatar ekan. Bu nima Thompson shu haqida aytyapti. Thompson corrects some common misconceptions about the brain. Misconception haqida aytadi demadi. No two brains are likely to be exactly the same in every yo'q bu haqida bunaqa aytilmadi hech narsa. Thompson recognized that further research into brains is necessary. Yana ham tadqiqot qilishimiz kerak, yaxshi bilmaymiz degan gap aytilmadi. Ordinary people cannot be expected to fully understand the brain. Oddiy odamlar miyani baribir tushuna olmaydi deb ham aytmadi. Yana bir o'qishimiz kerak jo'da. Thompson corrects some misconception. Yo'q, biron narsani to'g'rilamadi. Biron bir misconception haqida gap ketmadi. No two brains are likely to be exactly the same in every respect. Har tomonlama ikkita brain bir xil bo'lmaydi. Bunaqa argument ham aytma. Yo'q, biz hozir 5-nimani o'qiyapmiz. Obbo. Mana bu ekan-ku. Writer refers to a car in the 5th paragraph in order to 5 paragrafda yozuvchi mashinani aytganda nimani nazarda tutyapti? Mana buni topishimiz kerak ekan-ku. Mashinaga taqqoslayapti miya funksiyalarini, o'sha metafor qilib ishlatyapti boyagiga. Qarni metafor qilib ishlatyapti miyani tushunishga va o'shanga mana buni qobiliyati bor ekan, shunaqa metafor ishlatishga Thompsonning qobiliyati bor ekan. Carni aytib o'tyapti nima uchun? Highlight one factual error in Thompson's book. Thompsonning xatosini highlight qilish uchun. Yo'q, xatosi haqida gap ketmadi. Contrast the complexity of human brain and machines. Yo'q. Mashina bilan miyani farqini aytmadi. U metafor qilib, u qiyosiy qilib ishlatildi. Illustrate an impressive feature of Thompson's writing. Thompson's writingning bir impressive tomoniga urg'u berdi. To'g'ri keladi. Mana bu u Thompson gifted ekan. Mana shu metaforni ishlatishga juda ham qobiliyati bor ekan. Shundan bu shunga misol qilib aytilyapti. Bo'lishi mumkin. Exemplify the way some brains develop. Yo'q. Demak javobimiz bo'lar ekan C. Writerning argumenti 6-paragrafda nima? Argumentini topar ekanmiz. Nimani argument qilyapti 6-paragrafda? Undan avval lekin bizga cage berilgan. Cage'ni topib ketamiz mana bu yerga. Construction former cage. Bu cage nima qilgan ekan? Miyadan ana qilgan ekan va injury bo'lib omon qolgan ekan. Ko'pchilik kitoblarda aytilgan ekan bu haqida. Is a research subject who has been described in many publications. To'g'ri. Ko'pchilik kitoblarda, publicationlarda yozilgan subject hisoblanar ekan bu. Popular subject, study subject. Bo'ladi. Shu bilan endi Tommy Hugh qoldi. McHugh. Okay. Keyingisi argumentni topamiz 6-paragrafdan. The book certainly makes for educational and informative reading. Makes for degani juda ham yaxshi phrase, bo'la oladi degan ma'noda keladi. Makes for bo'la oladi. Makes for. Make for bo'la oladi. Bo'lishi mumkin. Books make for great gifts. Okay, books make for a great gift deyishimiz mumkin. Kitoblar juda ham yaxshi sovg'a bo'la oladi degani. Bo'la oladi. Xo'sh. Bunda aytilyaptiki, bu kitob bo'la olar ekan, educational bo'la olar ekan, bilim beradigan va informative, informatsiyaga boy reading bo'la oladi bu kitob. It turns out bo'lib chiqdiki degani. It turns out we aren't a left or right brained. Biz уже chap o'ng miyali emasmiz. Endi bizda chap yoki o'ng miya degan narsa uchun noto'g'ri bo'lib chiqdi degan ma'noda aytyapti. It turns out. As so often believed by the general public. By general public tomonidan ishoniladigan
general public shuni ishonar ekan, chap miyali, o'ng miyali deb gapirilar ekan, lekin unaqa bo'lib chiqmabdi bu aytishi bo'yicha, bu kitobda aytilishi bo'yicha. It is more a case of being top and bottom brain, with roughly speaking the top part of the brain specializing in taking action and the bottom part doing analysis. Demak, biz asliga yuqori va pastki miyali qilib ajratsak bo'lar ekan odamlarni. Miyamizda pastki miya, yuqori miyaga ajratsak bo'lar ekan. Yuqori miya taking actionga specialized bo'ladigan bo'lsa, pastki qismi miyani analiz qilishga moslashgan ekan. Biz o'ylaganda emas ekanda, miya shunaqa ajratish kerak ekan miyani. This is just one of several passages in the book where wildly held but inaccurate notions are put right. Wildly held inaccurate degani noto'g'ri bo'lgan, juda ko'pchilik ishonadigan tushunchalarni bu to'g'rilaydigan misollardan bittasi ekan. Kitobda shunaqa narsalar yozilgan ekan. Argument shu bo'lyaptiki, u to'g'rilaydi. Hozir qayerda o'qirdik? Thomson corrects some common misconceptions about the brain. Ba'zi tushunchalarni u to'g'rilaydi. Ya'ni noto'g'ri tushunchalarni to'g'rilaydi kitobda. What impresses the writer about Thomson's book in the 7th paragrafda nima narsa uni hayratga soladi? Writerda nima narsa hayratga soladi? Hayratga soldi degan so'zlarga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. One of the most enjoyable features, degan hayratga soladigan, eng qiziq degan ma'noda. Enjoyable features of Thomson's book is that she addresses the reader directly. Demak, directly javob berishi, ya'ni to'g'ri javob berishi, bunaqa mayda chuyda qilmasdan to'g'ri javob berishi impressive holat nimasi ekan, tomoni ekan, juda ham yaxshi tomoni, ustuvor tomoni. For example, she enthusiastically suggests tips to try at home and do it yourself diagnostics for your brain. Demak, u tiplar berar ekan. Tip degani maslahat berar ekan. Enthusiastically maslahat berar ekan. Uyda o'zingizni miyangizni diagnoz qilish uchun, sinab ko'rishingiz uchun tiplar, maslahatlar berar ekan. Miyangiz qanaqaligini anglashingiz uchun, sinab ko'rishingiz uchun maslahatlar berar ekan. If you shu impressive tomoni ekan. If you have ever walked into a room and forgot what you plan to do, try quickly looking left and right to help jog your memory. Demak, uni tipi bo'yicha, uni maslahati bo'yicha bironta joyga kirganingizda, xonaga kirganingizda nima uchun kirganingiz esdan chiqib qolsa, chapga o'ngga qarasangiz esga tushar ekan. Sinab ko'rsak bo'lar ekan, qiziq narsa. Shunaqa maslahat berar ekan kitobda u. For the more ambitious, ko'proq narsani bilishni xohlaydiganlar uchun esa, she outlines several other, sometimes quite sophisticated techniques that might be of everyday use. Har kunlik kundalik hayotda foydasi tegadigan, sophisticated, mukammal bo'lgan texnikalarni ham aytib o'tar ekan. Argumenti shuki, yo'q, argument emas, impressive tomoni shuki, u to'g'ridan to'g'ri javob beradi, maslahat beradi. Maydalashmaydi. Her sympathy for people suffering, yo'q, sympathy haqida aytilmadi, hamdardlik haqida. Her inclusion of practical advice, mana tip, amaliy tiplar berib ketar ekan, include qilib ketar ekan. Inclusion degan include. Kitobi shunaqa practical maslahatlarni o'z ichiga olar ekan. About certain situations, to'g'ri, certain situations, misol uchun xonaga kirib qolib, esingizdan chiqarib qo'ysangiz, qanaqa eslash haqida practical advice berar ekan. Javobimiz B bo'ladi. Her ability to describe complex problems in simple language, her humorous approach to describing some serious conditions. No. What is the writer doing in the 8th paragraph? 8th paragrafda nima qilyapti? 8th paragrafda nima demoqchi? Okay? Oddly enough, g'alati tomoni deyapti. It is with some of the personal stories. Mana shu storylar bilan, personal story bilan, the inspiration of her book, inspiration, judayam yaxshi so'z, speaking, inspiration, getting inspiration from inspiration
from nimadandir, biror narsadan ilhom olish. Inspired bo'ladi agar nima adjective holatini foydalanmoqchi bo'lsak, bu inspire bo'ladi. Inspired by nimadandir ilhomlanish demoqchisiz. Okay. Inspiration. Tak. Demak, o'sha kitobi uchun inspiration olgan personal storylar aynan deyapti. That the author occasionally stumble degani qoqiladi degani. Ya'ni xato qiladi degani. Ba'zi joylarda xato qilgan ekan. Some of the interviews feel too superficial. Ba'zi intervyular too superficial bo'lib ko'rinar ekan. Ya'ni chuqurmasda superficial bo'lib ko'rinar ekan. To be regarded as fully fleshed out profiles. Perhaps she found the condition more interesting than the person. Conditionni ko'proq qiziq odamdan ko'ra deb o'ylagani uchun ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin deyapti bu holat. Or more likely there wasn't enough time. Balkim vaqt yetmagani uchun shunaqa bo'lgandir, lekin nima bo'lganda ham ba'zida u stumble qilar ekan, qoqilar ekan. Stumble. Qoqilmoq. Fortunately, even the weaker profiles are surrounded by excellent supporting material, so this is more of a rough patch. Mana bu juda ham yaxshi ibora. Rough patch in the road than a serious detour, and soon enough the narrative is flowing again. Bular lekin deyapti, shunchaki bir rough patch, ko'chadagi rough patchga o'xshaydi, ya'ni ulanish, buzuq joyi yo'lniga o'xshaydi. Bunaqa adashib detour qilib adashib ketmaydi ekan, temadan chiqib ketmaydi ekanda, shunchaki bir qoqilish bo'lar ekan. Unchalik ham ko'p zarari yo'q demoqchi. 8 paragrafda nima qilyapti yozuvchi? Xatolarni aytib o'tib va o'sha unchalik ham muammoli emasligini ham aytib o'tyapti. Rejecting a claim that has been made about Thompson's book. Thompson's book kitobi haqida claim reject qilyapti. Yo'q. Comparing medical issuelarni compare qilmayapti. Suggesting that Thompson has been misunderstood. Thompsonni biz noto'g'ri tushunganmiz deb yo'q. Criticizing degan tanqid qilyapti. One particular feature of Thompson's book. Mana bu haqiqatdan ham tanqid qilyapti. Bitta adashgan joyi bor mana shu yerda deb criticize qilyapti. Bitta savolimiz qoldi. Tommy McHugh nimadir is an interesting case because nima uchun qiziq case bu? Perhaps the most moving chapter degani qiziq. Juda ham idiomatic gap mana shu, moving deb ta'riflasak biror narsani. The movie is moving bo'lishi mumkin. I was moved by this book yoki movie bo'lishi mumkin. Bu degani men yig'lab turib ko'rdim kinoni, ta'sirlandim kinodan degani. I am easily moved by novels desangiz, novellardan ta'sirlanaman men degani. Moved juda ham zo'r so'z spoken Englishga. Tak, moving chapter deganda ta'sirli chapter. Eng ta'sirli chapter deyapti is the story of Tommy McHugh. McHugh'ni chapteri juda ham qiziq ekan, ta'sirlisi ekan. Whose personality completely changed. Uni personality butkul o'zgarar ekan after he suffered a stroke. Demak, boshiga, miyasiga qon quyilgandan keyin uni personalitysi o'zgarib ketar ekan. He goes from being an emotionless, slightly menacing figure bo'lishdan u nimaga o'zgaryapti qarang. Menacing figure degani yomon figure degani. Menacingly degan ravish holati bor. Yomon, bir tahdidli degan ma'noda keladi. He looked at me menacingly desangiz, u menga bir yomon nigoh bilan qaradi, qo'rqinchli nigoh bilan qaradi degani bo'ladi. Kasalliklarga ba'zan ishlatiladi. Menacing virus yoki menacing message. Menacing message degani yoki menacing news degani juda ham qo'rqinchli yangilik degani. Menacing. Negative ma'no, juda ham kuchli so'z. Menacingly.
Tak, bizga menacing nima deyapti? Tak, u menacing figure bo'lgan ekan, menacing odam bo'lgan ekan, ya'ni yomon odam bo'lgan ekan, emotioni bo'lmagan ekan va criminal record bo'lgan ekan, ya'ni jinoiy tarixga ega ekan u. Shundan o'zgaribdi bu to a sensitive character, ta'sirchan karakterga o'zgaribdi with a deep appreciation for life. Hayotni shuni ham qadrlaydigan ta'sirchan odamga aylangan ekan u miyasiga qon quyilgandan keyin. He also has become a compulsive painter. Compulsive painterga aylanib qolgan ekan. Compulsive degani o'zini boshqara olmaydigan, compulsive shopper bo'lishi mumkin. I'm a compulsive shopper. Men o'zimni tiyolmaydigan shopperman. Har doim o'zim tiyolmay sotib olaveraman narsalar degan ma'noda keladi. Impulsive degan so'zga o'xshash. Impulsive degani o'ylamasdan qilib yuborish. Misol uchun, I bought this phone impulsively. Impulsive, I have an impulsive habit to buy things desangiz, men o'zim to'xtatib tura olmayman degani. O'ylamay qaror qilib yuboraman degani. Impulsive decision bo'lishi mumkin. I made an impulsive decision to leave my job recently, but then I thought about it and then decided not to. Okay? Compulsive desangiz, qayta o'zini to'xtata olmay bajaraveradigan degani. Compulsive shopper, har doim o'zini to'xtata olmay sotib olaveradigan odam. Compulsive reader. I'm a compulsive reader. When I start reading a book or an article, I can't help myself. I keep reading even though I have more important tasks to do, more important tasks I have to attend. I keep reading the book or article or whatever I'm reading. Compulsive reader. O'zini to'xtata olmaydigan, qayta o'qiveradigan odam compulsive reader bo'ladi. Speakingga juda ham foydali. Compulsive reader. Okay. Compulsive painter bo'lib qolibdi bu odam, boyagi menacing odam. Compulsive rassomga aylanib qolibdi. An activity from which he derives, u oladi degani, derives great fulfillment. Juda ham yaxshi fulfillment oladi. Drive degani salgina formalroq gapu, lekin baribir ham ishlatsak bo'ladi. Yozib ketaylik buni. Derive nimadir from, nimadandir zavq olish. Derive joy from deyishimiz mumkin. Joy from reading books. Ozgina formalroq. Fulfilling degani level baland, juda ham descriptive so'z, juda ham foydali spoken Englishga juda ham qo'l keladigan so'z. Fulfilling job. I work as a teacher and it is a fulfilling job desangiz juda ham zo'r so'z bo'ladi. Fulfilling, rohatlanadigan, juda ham mamnun qiladigan ish degani. Fulfillment degani I get fulfillment, zavq olaman degani bo'ladi. Fulfilling. U fulfillment olar ekan ishidan, rasmiysidan. It is transformations and revelations such as these that make the book so rewarding. Shunaqa nimalar, transformationlar kitobni juda ham qiziq qilar ekan, shu haqida yozilganligi. Buni o'qidik. Bu odam kimligini bilib oldik. Qaraymiz endi. Is thought to be the only person who has reacted. Yo'q, only person emas. Has been critical. Yo'q, u criticize qilgani yo'q kitobni. Change to be a nicer individual bo'lishga o'zgardi with a satisfying hobby. Hobbysi bu albatta rasm chizish. Bo'lar ekan. Okay. Javobimiz bunga bo'ldi. F, C, G, A, E, D, B, A, C, B. Not given. No, not given. Yes, no, not given. Great.